Assalomu alaykum bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan YouTube kanali obunachilari. Azizlar, hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Polides o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umraga ketilayotganda qanday narsalar ishlaydi, nimalar olish kerak, ya'ni borgandan keyin nimalar ishlaydi hamda qachonga reys, narxlar qanaqa va sharoitlari qanaqa, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz azizlar. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka, uka, opa, singillaringizga videoda yuborib qo'ying azizlar. Xo'p, biz videoda boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsalar, oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Madinadagi gastitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zbek oshpazlari tomonidan beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zbek oshpazlari tomonidan beriladi azizlar. Undan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz bor. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Xo'p, Qur'on kitob bosmaxonalariga ham sayohatlar bo'ladi azizlar. Haftada 2 mahal 2 kun ishlaydi. Agar borgan kuningiz to'g'ri kelib qolgan bo'lsa yoki o'sha yerda 2 kecha 3 kunduz bo'linadi Madinada, o'sha davomida Qur'on kitob bosmaxonasi ishlasa, eli boshlarimiz o'zi olib kirib, olib chiqishadi azizlar. Xo'p, Makkada bo'lsa, Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa, qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shganmiz azizlar. Xo'p, hozirgi kunda endi umra safariga ketyapsiz, lekin nima olish kerakligini bilmayapsiz. Xo'p, bunda azizlar eng kerakli bo'ladigan narsa birinchi o'rinda ehrom olish kerak. Ehrom ustibosh bo'lmaydi, o'raladi. Undan tashqari azizlar, sizni boshingiz og'rib turadi yoki bo'lmasam 1 oyda bir marta, 2 oyda bir marta qaysi doridan ichsangiz o'sha doridan oling azizlar. U yerda dorilari bor, u yerda ham dorilari sal qimmatroq azizlar. Undan o'zingiz masjidda ishlatayotgan dorilaringizdan olsangiz qiynalmaysiz va tabiat kunda ishlatadigan narsalaringizni olaverasiz azizlar. Unaqasi yo'q. Faqat o'sha aslannoyi dorilar. U yerda dorilar qimmat, biznikidan farq qiladi. O'shaning uchun battan bo'l, nolmi yoki boshqa dorilarmi, mazmi o'shalarni olsangiz bo'laveradi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz har haftani har seshanbaga Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Xo'p, agar siz bizni firmamizdan boradigan bo'lsangiz, nimalar beriladi deydigan bo'lsangiz, bizda mana bunday bejik beriladi. Bu bejikka mehmonxonamizning qayerda joylashganligi hamda mehmonxona raqamlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Undan tashqari har xil razmerda kamzilchalar beriladi. Bittadan har bir odamga bittadan kamzilcha beriladi. Faqat buni razmerlari har xili bor demoqchiman. Xo'p, undan tashqari sumka beriladi. Mana bunday bular bu sumkaga misol tapchika yoki bo'lmasa telefon narsalaringizni solsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, bularning barchasi siz agar Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, agar Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi. Xo'p, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz? Bizniki uzoqroq deydiganlarga esa bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol siz bilan suhbat qilib, sizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz. Undan keyin o'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin va biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz azizlar. Xo'p, agarda siz bizni safardan, chet eldan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Mana bunday chiroyli sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qo'shib,
sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Albatta, Farg'ona va Marg'ilon icha azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari eng qiziqarli joyiga keladigan bo'lsak, narxlariga hozirgi kunda Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 dan qilib qo'ydik. Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizning narxini esa $1075 dan qilib qo'ydik azizlar. Bu aytganlarimning barchasi standart paketiga kiradi azizlar. Standart plus paket bo'lib, Comfort Plus bilan bellasha oladigan paket azizlar. Xo'p, siz videoni shu joyigacha ko'rdingiz azizlar. Bitta podpiska bo'lsa, like bosib qo'ying. Agarda video yoqqan bo'lsa, yaqin aka, uka, opa, singillaringizga yuborib qo'ying azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.